2019-yil DTM eritmalar 3-test. Zichligi 1,2 gram taqsim millilitr bo'lgan 600 gram eritmada 147 gram ortofosfat kislota mavjud. Eritma konsentratsiyasini hisoblang debdi. Demak, zichlik nisbiy olingan. Xo'p. Zichligi 1,2 gram taqsim millilitr. Bizda 600 gram eritma bor. Eritmaning massasi 600 gramga teng. Xo'p, bundan eritmaning hajmini aniqlasak bo'ladi. 600 ni ya'ni rho teng m taqsim v formuladan. V teng bo'ladi shunda m taqsim rho ga. 600 ni 1,2 ga bo'lsak 500 millilitr kelib chiqadi. Bu V teng 0,5 litr degani. Bizda ortofosfat kislotaning grammi, ya'ni massasi berilgan. H3PO4 massa teng 147 ga. Buni miqdoriga o'tib olsak, 147 taqsim 98, ya'ni 1,5 mol. Demak, semmoliar konsentratsiyamiz teng delta n taqsim hajmga. Shunda 1,5 ni o'lchashimiz kerak 0,5 ga teng 3 mol taqsim litr. Javob B.